Hop, qara obunachilar, sizlar bilan biz bugun Free Fire o'yinida Only AUK videosini olamiz. Bu video o'ylaymanki qiziq bo'ladi. Kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi safar qaysi qurolda o'ynaylik? Qani bo'lmasam, ketdik. Endilikdagi meni maqsadim pik zonasiga tushib olish va kill qilish. Tushishim bilan AUK topsam yaxshi bo'lardi. Ikkita bo'lsa nur ustiga a'lo nur. Aytgancha, bu yangi akkaunt bo'lgani uchun endi menga faqatgina botlar tushadi. Yana meni ustimdan kulmang. Bu yaqinda ochilgan akkaunt. Tushishim bilan AUK turgan ekan, bu yaxshi, bu yaxshi. Ikkinchi AUKni ham topib bo'lsam yaxshi bo'lardi. Va yo'q, bu AUK deb o'ylabman, lekin bu pulemyot ekan. Pikning ichida aniq ikkinchi AUKni ham topaman deb o'yladim, lekin bu shunchalik osonligini oldindan bilib bo'lmasdi. Keyin men ikkinchi AUKni ham qo'limga oldim. Pikning ichida ikkinchi AUK bo'ladi demaganmidim? Xo'p, keyin men o'zim uchun killarimni qidirib yo'lga otlandim. Free Fire yangilangani mana shu payt meni esimga tushib ketdi va mana bu yerda avtobus topib oldim. Keyin mana shunday ko'tarinki kayfiyatda kill qidirib yurdim. Lekin ancha yurdim. Shuncha qidirishlardan keyin videoga hattoki olinmay qolgan killim ham o'ldi. Qotishdan so'ng qanaqadir nimadir ishimdan so'ng men yana kill qidirib ketdim. Pode me dar sequências de peixe, mas quero que aguente meu sentadão. Men mana shu yumpini tashab ketganim sababli ancha o'zimni ichimni yeb o'tirdim. Keyingi videoda aynan o'ylaymanki sizlar yumpini yozasizlar deb o'ylayman. Kommentariyaga iltimos yumpi deb yozib qoldiring. Bo'lmasam men o'zimni ana shu yumpini tashlab ketganimdan kechira olmay o'lib ketaman. Mana shu yerda meni Free Fire chiqarib yubordi va videoga oladigan apparatim ham o'chib qolgan ekan va mening yana ikkita killim bo'q bo'ldi, ko'rinmadi. Va mana shu payt siz mening qolgan odamlar va mening killarimga ahamiyat bering. Qarang, ajoyib-a. Boya men ikkita killim ko'rinmay qoldi deb o'ylagandim, lekin o'ylamabmanki mening mana shu payt 7 ta killim videoga tushmay qolgan ekan. Men buni montaj payti sezib qoldim. Va nihoyat birinchi odam videoga tusharmikin bu kill? Ha, tushdi deb o'ylayman. Ha, tushibdi. Xo'p. Ximsaki, shuncha qurollar qolib ketdi. Men bo'lsa yuribman. Xo'p, endi birga bir vaziyat. Men va bir dona raqib. U odam bo'lib chiqish ham mumkin. Sababi bitta bot orasida toshni yana bittadan odam bo'ladi. Ana o'zini ham ko'ryapmiz. Odammi yoki botmi? Adashmasam shunchaki bot. Hop. Va nihoyat
Bo'yoq. Xo'p, 2 marta bo'yoq qilibman shu paytgacha. Xo'p. O, 6-levelga o'tdim va nihoyat. Alok berildi, yaxshi. Jackpotlarim ochildi. Va menga qanaqadir 10 ta jackpot berilgandi. O'shani ham hozir mening omadimni sinab ko'ramiz. Xo'p, menda 20 ta ekan. 10 tadan ochamiz. Menimcha bitta narsa tushdi. Ana u parashyut tushdi shekilli. Vau! Tushirdim. Omadim bilan o'ynashmanglar. O'zi bejizga aytishmas ekanda, erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb. Desam hazil. Ochib olayda qanaqaligini ko'ramiz. Xo'p, yangi olgan parashyutimga kommentariyada 10 dan 1 gacha baho berib ketinglar. 20 ta jetonim bo'libdi mana shu paytgacha. Xo'p. Endi ikkinchi imkoniyat. Qurol tushadimi? Skin tushadimi? Yo'q, tushmadi. Lekin mana bu yerda 10 talik anaqa tushdi jeton. 47 ta jetonim bo'ldi. Bundan to'plab esa qurol olamiz. Xo'p, hammaga xayr obunachilar. Kommentariyada keyingi videoda qaysi qurolda o'ynashimni yozib qoldiringlar. O'ylamanki bu video sizga yoqdi. Emotional, damn it!